Teplovoy nasos o'zi nima? Qisqacha qilib shu videoda tushuntirib beraman. Bu ko'rib turganimiz 18 kilovatli teplovoy nasos. Bu 18 kilovatli nima uchun nomi 18 kilovat? Bu elektr iste'moli emas, to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu elektr berishi. 1 kilovat elektr sarflab 3-4 kilovatgacha energiya berishni biz teplovoy nasosda asosiy foydali tomoni deb bilamiz. Bundan issiqlik chiqadi. Chiqqan issiqligimiz birinchi bo'lib buferni yomkisga tushadi. Bu ko'rib turganimiz tagida buferni yomkis, tepasida kosfinniy boyler. Kosfinniy boylerning vazifasi xonadonlarga areston olmaymiz. O'rniga kosfinniy boyler bilan yechim qilib beramiz. Teplovoy nasosni aqlli va zamonaviyligi yana bir isbot. Masofadan boshqarish xususiyati bor. Telefoningizga programma o'rnatib beramiz. Siz safardasiz, xonadoningizga kelishingizga qish kunida xonadoningizga kelishingizga ozgina vaqt qoldi, yoqib qo'ysangiz, xonadoningiz issiq. Agar yozgi kunda bo'lsa, sovuq bo'lib turishi mumkin. Xonadon, maktab, bog'cha, ofis, restoran, har qanday obyektlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz kam elektr xarajati bilan sizlarda xonadonlaringizni to'liq issiq sovutish tizimlarini qilib beramiz. Beko klimat jamoasiga murojaat qilinglar va tanlovda adashmaysizlar. Teplovoy nasosni o'ziga xos sovutish tizimi ham mavjud. Bu haqida keyingi videolarimizda batafsil ma'lumot beramiz.